Bo'ri quyonga "Men seni yeyman" debdi. Quyon esa "Meni yemagan, bo'rijon, iltimos" debdi. Bu multfilmdan bir parcha. Lekin aslida har birimizni, sizlarni ham ovoz xarakterlarimiz bor. Olaylik, sichqon obrazi ovozda, quyon obrazi qo'rqoq, shoshilinch, tez-tez. Tulki obrazi, bo'ri obrazi, ayiq obrazi, albatta sher obrazi. Ularning xarakteriga qarab insonlarda kuzatishga aniqlashimiz mumkin. Keling shu haqida bir gaplashamiz. Kimning ovozi qaysi mana shu ko'rsatilgan hayvonlarning obrazi? O'shalarning rasmlarini kommentariyada qo'yib chiqamiz. Chunki keyingi mavzu shu bilan bog'langan bir chiroyli mavzu bo'ladi. Hech kimni obrazi yomon emas, faqat ana shu xarakterdan kelib chiqib hayotda o'zining ichki hissiyotlarini beradi. Bir yordam.